Sergey Lavrovning O'zbekistonga tashrifi qanday o'tdi? Radarlarni olib tashlashni so'ragan Namangan hokimidan jarimalarni to'lab qo'yish so'raldi. Gulnora Karimovaning $131 million qayerga ketdi? Toshkentdagi ayrim restoran va kafelar o'zbek tilida menyu kiritishga majbur qilindi. 2 kishi kam bo'lib Osiyo chempioni bo'lgan O'zbekiston terma jamoasi. Namangandagi hokimiyat va ichki ishlar boshqarmasi o'rtasida qizg'in bahs. Namangan shahri hokimi Anvar Otaxo'jayev viloyat ichki ishlar boshqarma rahbari Mansur Gaziyevga noqulay joylarda o'rnatilgan radarlarga qarshi chora ko'rishni so'radi. Ularning ta'kidlashicha, aholisining avtomatik radarlar orqali olingan jarimalardan noroziligi oshgan. Bu esa faqat moddiy va ma'naviy zarar keltirmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i Mansur Gaziyev o'z javob xatini yo'llab, Namangan shahar hokimligi tasarrufidagi mashinalarning 100 ga yaqin qoidabuzar borligi, shundan 25 million so'mlik to'lanmagan jarimalarni to'lab qo'yish so'ralgan. Shu bilan birga Gaziyev mazkur radarlar 2018-yildagi prezident qarorlariga asosan o'rnatilganini ta'kidladi. Ular yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va yo'llardagi avariyalarga qarshi kurashishda muhim rol o'ynamoqda. Bundan tashqari 2024-yilda mazkur yo'nalishlarda sodir etilgan yo'l transport hodisalari va ularning oqibatlari haqida ham ma'lumot berilgan. 22 aprel kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Samarqandga keldi. Uni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri rahbari Baxtiyor Saidov kutib oldi. Rossiyalik mulozim O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan ham uchrashdi. Lavrovning bu yilgi tashrifi hafta muhokamasida. Muhokamalar yurtga qo'ygan ilk qadamidan boshlandi. Lavrov kechqurun uni kutib olishga chiqqan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov bilan quchoqlashib ko'rishishni istamay, uning yelkasiga qo'l qo'yib, yengil ko'rishgani ko'plab tanqidlarga sabab bo'ldi. Xususan, jurnalistika universiteti rektori Sherzodxon Qudratxo'ja buni hurmatsizlik deb baholadi va shunday post qoldirdi. O'ylab ko'rsak, boshqa davlatning tashqi ishlar vaziri kelib, o'ziga teng tashqi ishlar vazirining quchog'ini qabul qilmasdan, o'nlab kameralar ko'z o'ngida uning yelkasiga bemalol panjasini qo'yib javob qaytarishi bu diplomatik protokol qoidalariga zid ekanini yaxshi bilish kerak. Biz nozik sharq odamlarimiz. Janob Lavrov qarib qolib buni tushunmasa, iste'foga chiqsin, dedi Qudratxo'ja. Shuningdek, Lavrov Samarqand shahridagi Motamsaro ona haykali poyiga gul qo'yishga bordi. Uning ko'zi yozuvlarga tushdi. Qarasa, o'zbek, ingliz tilida bor, lekin bu yerda rus tilida biror jumla yozilmagani o'ylantiribdi. Ko'ryapman, u yerda inglizcha yozuv bor, ammo men ruschani ko'rmayapman. Ona eng muqaddas, degan Lavrov getga qarab. Deputat Alisher Qodirov ham bunga javoban rus siyosatchilari O'zbekistonda rus madaniyati va rus tiliga bo'lgan munosabatni yomonlashtirish uchun hamma yo'llarni sinab ko'rishmoqda. So'rab olingan hurmat va yolg'on yaratilgan ehtiyojdan faqat teskari natija bo'lishini vazir Lavrov bilmasligi mumkin emas, dedi deputat. Yana bir deputat Odiljon Tojiyev esa Lavrovning bu gapiga Qizil maydonga o'zbekcha yozilsa keyin o'ylab ko'rishimiz mumkin, deya javob qaytardi. Lavrovning O'zbekistonga bu galgi tashrifi diplomatik nutqlardan ko'ra noverbal, imo-ishoralar, ramziy holatlar va til masalasidagi bahslar bilan esda qoldi. Gulnora Karimovaning $131 million qayerga ketdi? Shveysariyada musodara qilingan $131 million mablag'ning birinchi transhi sog'liqni saqlash va ta'lim sohalariga yo'naltirildi. Bu haqda Moliya vazirligi ma'lum qildi. Ma'lumotga ko'ra, ushbu mablag' hisobidan 230 ta perinatal markaz uchun 5800 dan ortiq zamonaviy tibbiy uskunalar xarid qilingan. Qolgan mablag' hisobiga yana 1400 ta jihoz olib kelish rejalashtirilgan. 11 mingdan ziyod shifokor xalqaro tashkilotlar tomonidan o'qitilgan. Tug'ruq muassasalarida xizmat ko'rsatish bo'yicha 29 ta yangi protokol joriy qilingan. Ta'lim sohasidagi ishlar ishonch jamg'armasi orqali amalga oshirilmoqda. Loyihalar ikkita yo'nalishda: axborot texnologiyalari orqali ta'lim imkoniyatlarini kengaytirish, maktablarda sanitariya isitish tizimini yaxshilash va jamoatchilikni boshqaruvga jalb qilish. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston, Shveysariya va Birlashgan Millatlar Tashkiloti hamkorligida ushbu mablag'larni boshqarish uchun ishonch jamg'armasi tashkil etilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda Dubayda o'zbekistonliklar ishtirokida pichoqbozlik yuz bergani haqida videolar tarqaldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi voqea yuzasidan rasmiy izoh berdi. Qayd etilishicha, O'zbekiston diplomatlari Dubay jinoyat qidiruv boshqarmasi rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazgan. Birlashgan Arab Amirliklari tomonidan tergov ishlari olib borilayotganini, 15 nafar O'zbekiston fuqarosi ushbu ish doirasida qo'lga olinganini ma'lum qilgan. Tashqi ishlar vazirligi so'nggi vaqtlarda o'zbekistonliklar tomonidan qonunbuzarlik holatlari ko'payayotganini aytib, bu vizasiz rejimga ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidladi. Shuning uchun vazirlik barcha fuqarolarni chet elda O'zbekiston sha'niga dog' tushiradigan harakatlardan tiyilishga chaqirdi.
Toshkentdagi ayrim restoran va kafelar o'zbek tilida menyu kiritishga majbur qilindi. Ijtimoiy tarmoqlarda til diskriminatsiyasi yuzasidan bildirilgan shikoyatlardan so'ng iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha qo'mita Toshkentdagi bir qator umumiy ovqatlanish maskanlarida tekshiruv o'tkazdi. Masalan, Basri Baba restoranida menyu faqat turk tilida bo'lgan. Key Club qandolatxonalarida faqat rus tilida. Bond kafesida esa mijozlar bilan rus tilida gaplashilgan. Xitoy taomlari restorani China Chuanchuanda ham o'zbek tilida xizmat ko'rsatilmagan. Natijada bu joylarga o'zbek tilidagi menyuni kiritish va o'zbek tilida gaplasha oladigan xodim bo'lishi shartligi aytildi. Qo'mita eslatib o'tdi, amaldagi qonunchilikka ko'ra O'zbekistonda tovar va xizmatlar haqidagi barcha ma'lumotlar o'zbek tilida taqdim etilishi shart. Boshqa tillardan esa faqat qo'shimcha ravishda foydalanishga ruxsat beriladi. 20-aprel kuni O'zbekiston terma jamoasi futbol tarixida o'chmas iz qoldirdi. Bu g'alaba nafaqat haftaning, balki mavsumning yorqin voqealaridan biri bo'ldi. Uchrashuvning birinchi bo'limidayoq jamoamiz 2 nafar futbolchisiz qoldi. Shu holatda ham orqaga chekinmagan O'zbekiston terma jamoasi ikkinchi bo'limda 2 golni urdi. Shu tariqa Islombek Ismoilov boshchiligidagi termamiz 9 kishi bilan Saudiyani 2-0 hisobida mag'lub etdi va Osiyo chempionligini qo'lga kiritdi. Prezident Osiyo chempioni bo'lgan futbolchilarga tabrik yo'llab, ularni unvon va medallar bilan mukofotlash to'g'risida farmon imzoladi. 21-aprel kuni esa Toshkent aeroportida terma jamoani kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Prezident farmoniga binoan chempionlarimizga faxriy unvon va medallar va futbolchilarga Cobalt, murabbiyga esa Equinox mashinasi kalitlari tantanali tarzda taqdim etildi. Keyingi haftada yaxshi yangiliklar ko'payishiga umid qilamiz. Sizlar bilan Mohinur Umurzoqova bo'ldi. Kelasi haftada ko'rishguncha